4. bölüm. Xiyal bilan azapdan qutulalmadim. Xiyal qilgan siri mening ruhiy azoblarim ko'paygili turdi. Hanzucha yozilgan dunyo adabiyoti darsligini berilib o'rganyapman. Men hozir kundalik o'rganish mashg'ulotimni 10 soatdan oshirib lekin xiyal qilishga yana vaqt chiqara olmayman. Xiyaldan qutulish uchun uyqum kelmagachga kechalari Faustni yoki Shekspir dramalarini o'qiyman. Byron, Schiller, Pitofi, Pushkin, Lermontovlarning she'rlarini bo'libmi muhabbat, judolik, intizorlik to'g'risidagi she'rlarini o'qiyman. Xanzuchisini yodlayman, Uyg'urchaga tarjima qilaman. Navoiyning G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el sana mashfiq, mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikkandek os yosh bo'lmas emish. G'urbatchilikda g'irib shod xo'ram bo'lolmaydi ekan. Boshqalar uningga shafqatchi, mehribon bo'lmaydi ekan. Oltin qafasda qizil gul o'stirilgan bilanmi, u bulbulga tikkanchilik uva bo'lolmaydi ekan. degan misralarni o'qiganimda ixtiyorsiz hayajonlanan. Mana Bayronning misralarini Uyg'urchaga tarjima qilib ko'rdim. Untuma ey qizchaq xo'shlashqanda, yuragimni qaytirib bergin menga. Yuragim vidolashgan bo'lsa agar, tanda qolgan parchani olgin mana. Orqadala o'z hissiyotimni ayblash uchun Pitofining bunu misralarini tarjima qildim. Muhabbetim o'xshaydi surlik o'rmonga, qaraqchidek kundoshlik qildirudi unda. U umidsiz xanjari yaltirar qo'lda, osoyishlik o'lim yotar har urilganda. Lekin yodlash, tarjim qilish, mening minusiri o'rlayotgan seg'inish intilishlarimni hech bosolmadi. O'zimni biror kuch bilan idora qilish uchun butun hayotida shaxsiy halovatga berilmagan shaxslarning tarjimonini qarashtirdim. Lekin o'zimni besa olmadim. Hoshimning xatini qo'limga oldim. Uning mening xatimga javoban yozgan so'zlari meni ixtiyorsiz jalb qilib oldi. Nima? Sen qizga oshiq bo'ldim demsana? Vutayda bizga haqoratlik qilgan Adikalon bir xil attirning nomi tarjimondan. Bilan o'zini farishta qilib ko'rsatgan heliqi takabbur go'zalayg'imi texi. Mushu bir ishtilla sening tushkunliging, g'oya, orzu deganlarni cho'rivatganliging bilinib turibdi. 22 yoshga kirmay turib, qizlarga oshiq bo'lib, kechasi uxlay olmagan bo'lsang, bizdan chiqadigan ulug' olim bo'shga dil tugabdi. Muhabbat, chiritkush, muhabbat inson ruhiga tushadigan hol kesili. Shumbuya, oshiqdan olim chiqmaydi. Lavza shoirlar buning ichiga kirmaydi. Ulug' niyatun, Nobel, sana ulgu bo'larmikin deb o'ylasam, sen ahmaq Lermontovchisiga zamonimizning qahramoni bo'lib o'tirib chiqibsan. Pushkinchisiga Goncharova uchun Doilda o'ladigan o'xshamamsan. Men bu ayblashlarni o'qib kulib ketdim. Men Hoshirga xiyolimda javob berdim. Faust, ulug' olim, u kamolga yetgan chig'ida bir qizga oshiq bo'ladi-ku. Ulug' yozuvchilardan Lev Tolstoy, Balzac, Shekspir, Gyutolarmi o'z hayotida shaxsiy muhabbat uchun nurg'un vaqtlarni sarf qilgan-ku. Inson bor ekan, muhabbat bo'ldi. İnsan uchun muhabbat yuksak qadr-qimmatga ega bir fazilat. Sen nemishqa buningga nafrat bilan qaraysan? Uni ozdab o'z nafratingni insoniy xislatning bir ulgusi qilib boshqalarga tangsan. Sen o'qib yurganingda yoshlarning muhabbat sezgurlari ustida nurg'un ilmiy gaplarni qilgan eding-ku. Barlig'ini xalqqa beg'ishlagan odamlarda muhabbat sezgusi bo'lmasligi lozimmi? Sana bu tushuncha nerdan yo'qdi? Kommunist ulug' nom. Lekin u hergiz sap muhabbatning dushmani emas-ku. Qimmatli do'stim, men o'z navbatida seni ayblab o'tay. Sening inson to'g'risidagi tushunchang xato. Inson to'mir parchasi emas, uning nozik, go'zal sezgulari bo'ladi. Mana bu sezgularning javhari sap muhabbat. Sana bir tanliq yapon shoirning bir ko'pli she'rini aytib beray. Bor ekan cho'l ara kichik bir makon, daraxtsiz, giyohsiz bor ekan inson.
Qushlarmı qo'nmaskan u yerda, lekin kamolat toparkan muhabbat aman. Bilib qo'y, mening sen nafratlanadigan bir hakavur qizga oshiq bo'lib qilishim nafratlanarlik ish emas, balki qadrligidek ish. Men sening izingni besib, o'z hissiyotimni sun'iy yo'l bilan yo'shirib yurib, mana cheksiz azob dengiziga g'arq bo'ldim. Meni bu to'lqinga texmi paturishning yo'lini izlamay, menga qutulishning yo'lini ko'rsat. Men sendan shuni umid qilaman. Tuzukroq qizni yaxshi ko'rsang-chu qashki, deganlaring qandoq qilay? Go'dak boldek so'zlaysan-da, hashir. Sen qazodan o'lguchining jasadini ko'rib, chiroyliqla yerda o'lsang bo'lmasmidi, degandek ahmoqona gap qilyapsan. Kim qandoq qazo bilan o'lishni bilmagandek, kishi qandoq bir qizga oshiq bo'lishni hargiz bilmaydi. Kim kimga oshiq bo'lsa, ashu ma'shuqiy oshiq uchun qimmatli va cheksiz go'zal. Muhabbatning advormi mana shu yerda. Men Hashir bilan g'oyibona bo'layotgan munozaramni vaqtliq to'xtatdim. Bu munozaralarni go'zallik uchun ichishayotgan yuragimga malham bo'lolmadi. Kitob o'qisam zehnimga hech kirmadi, yozsam uyqum kelmadi. Bir artist do'stim yodgor qilib qo'yib qo'ygan tambirimni qo'rsqimga qo'yib olib, mungluq kuylarga chekib baqdim. Yo'q, yana orom ololmadim. İç-içimden dolqunlab chiqayotgan hissiyotlarimni she'r bilan bayon qilish istagi paydo bo'ldi. Qo'limga qalam ilib, tövandagi misralarni yozdim. Untuma. Sen ketding kayningga yenishlab beqib, qoldim men judolik yoshlarim yiqib. Eslayman har minut unsiz seg'inib, yo'l yiroq dil yaqin shuni unutma. Yuragimni yerib ko'rsatolmadim. Vaslinga talmirib hech yetolmadim. Birdammo dilimni xush etolmadim. Seningsiz kun qiyin shuni unutma. Yozgan she'rim o'zimga yoqmadi. Aytadigan so'zlarim misralarga sig'madi. Meni qiynayotgan heliqi yoshirin kuch azaymadi. Men sirtqa chiqib, poyezd yo'lining bo'yiga keldim. Ko'mir bosgan bir poyezd atrofni titirtib o'tib ketdi. Men poyezd ketgan sharq tarafga qarab, qattiq xo'rsinish bilan go'zal oyni ko'rishni armon qildim. Men endi iqrorman. Orzuyimning ta'tiricha bir qizga oshiq bo'lib qolganman. Hech bilmayman, qizning nemisi menga yoqqandu. Chiroyidan boshqa odamni jalb qilarlik yana nemisi bor. Men odamga baho berishda avval qalbiga qarash kerak deganni doim so'zlaydim. Mana endi men uning chiroyiga oshiqman. Demak, men yolg'on narsalar bilan o'zimni va boshqalarni aldab keldimmi yoki fazlat jihatda men texi xammo? Yotqimga qaytib kelib haraq ichdim. Haraqning kuchi bilanla tongga yaqin uxlab qoldim. Atganligi ishkim qattiq urilganda o'yg'andim. Bo'ling, tez kiyining. O'yin boshlanib ketadigan bo'ldi. Bu Odilaning ovozi edi. Men uninga chaqchaq qildim. Yana chilonliqqa boradigan gapmi? Daryoga bodol ketishimizmi? Ha, endi daryoga o'zimizni biroqlatimiz. Ha ha ha. Qiz sho'xlik bilan qaqaqlab kuldi. Men kiyinishga boshladim. Bo'ling deyman. Bugun tushdan keyin Shinjang voleybol komandasi bilan Gansu voleybol komandasi o'yin ko'rsatdi ekan. Yo'q deyishga ruxsat yo'q. Yasnishga vaqt yo'q. Qiz qo'limdan tortib karvetimdan tushirdi. Men bugun bo'lgan dokladning qilishni xohlamaydim. Lekin o'zim voleybolga noyitamroq. Uning ustiga bunu qizning talbi qattiq va qat'iy edi. Biz 20 soatdan keyin shahar ishchi poyezdiga tushib, yozliq tantarbiya maydoniga qarab mangdik. Biz qisilishib yurib maydonga yiqib, yaqin joydan o'rin oldik va kunga qoqinib xiyillab pishqandan keyin o'yin boshlandi. Avval qizlar komandasi tushdi. Shinjang komandasidan yosh, zilva qiz o'yin boshlanish bilan ko'rguvchilarning diqqatini jalb qilishga boshladi. Qiz asosli hujumchi edi. U tez chiqatdi, egiz sakraydi, qattiq uratdi. Onunla üzülmey çavaklar çelindi. 7. numurluq bu qiz menga birdila tonish va nihoyatda yaqin bo'lib tuyulishga boshladi. Men vaqirib etdim. Alanur. Odila hayron bo'lib qoldi. Men Alanur to'g'risida bilganlarimni Odilaga so'zlab berdim. Tez o'sibdi, dedi Odila xushal bo'lib. Bizni boshqalar g'uljilik po'chilar deyishir ekan. Bizda po'chilarmi bor, lekin munu Alanurdek, sizdek go'zal aydek novchilarmi bor. Bir yildan keyin asosiy o'yinchiga aylanmoq osanmi? Talant bu. Xuddi siz bir yilda Xansuchi roman o'qiy oladigan bo'lgandek, Go'zalayning ovozi alayda yuqori ovoz bo'lib chiqqandek bir mo'jiza.
u o'z so'zida hamon Go'zalay bilan mening ismimni bir yerga qo'yiladi va har ig'iz so'zidan keyin menga kulimsirab qarab qo'yadi. Dolqunluq qirqim chashlar orasidan yenicha qaraganda uning quvliq yoshiringan qo'y ko'zlarida bir savol mana men deb turadi. Sizdimi tez o'sdimi? Men Odilaga chaqchaq qildim. Naqshchi, garmonchi, royalchi, chaqchaqchi, tanschi, 5 tataqliq. Ha, yana-chu? Qiz mening jaynikimni chimdib qo'ydi. Men xuddi atrofimizda o'ltirgan xanzolar Uyg'urcha gapni o'qib qoldigandek uning quloqiga pichirladim. Fakultet jurining bo'lg'isi xonimi. O'ling, dedi Odila yolg'on domsib. Shu juriningizni chekingizga qisib eling. Bu xonimligingiz mo'mayga gul yarashmagandek menga yarashmaydi. U alam bilan ishini tortdi-da, menga texim yaqin o'ltirib olib pichirladi. U Go'zalay ketgandan beri bir qitimmi meni kashki sayliga taklif qilmadi. Yotiqiga kirsammi tuzuk ichilmaydi. Ochiqimda Go'zalayga xat yozdim. Bir amal qilib mushu raqib deganni Murodga yetkazay dedim. Go'zalaydan 4 kundan keyin javob keldi. Nima debdi demamsiz? 2 dunyo sen Odiladek do'stim yo'q deb yozibdi. Asla chaqchaq deb xat yozib Hey, tanishilmagan olam, raqib go'zalni, go'zal sizni yaxshi ko'radi. Siz bo'lsangiz kitobni, ana qarang, u qizmi sizga qaryotidi. Qizlarning o'yini oxirlashdi. Alanur kiyimini kiyib bo'lib, menga qarab kulimsirdi. Men o'rnimdan turib edim, qiz men tarafga qarab mangdi. Men Alanur qizg'in ko'rishidi, hatto vaqirib etidi deb o'ylagan edim. Shuning uchun odamlarni atlab, uningga qarab oldirib mangdim. Men uning qo'limni sumdim. Alanur nemishqidir menga notanish biriga muomala qilgandek sovuq muomala qildi. Meni tonimadingizmi Alanur? Men Ala. Tonudim, dedi qiz parvosizla. Bayla tonigan. Men ajablandim va norozi bo'ldim. Yotqimga kelgan Roziyaning do'sti, Roziyaning nozik sirlarini menga aytgan qiz endi meni tonimag'ili qoldi-ku. Men xijil bo'lib, Roziya xat yozib turamdi deb so'radim. So'rg'iningizga rahmat, dedi qiz tuvan levini asta tishlab qo'yib. Yaqinda Urumchigimi kelib ketdi. Men texmi hayron qoldim. Nimaga ketdi? Nemishqa menga xat yozmadi? Siz bo'lsangizmi telegramma berib qo'ymabsiz-ku? Nima foydasi? Dedi qiz qo'shimisini turib. Arzimas ishlarga sizni avara qilishning hojati bo'lmasa kerak. Men biror ko'ngilsizlik bo'lganligini pamladim-da, Roziya ranjib qopdimi-ya deb so'radim. Alanur tirnoqini tatlab turib so'z yog'dirishga boshladi. Uning ovozi titrab chiqatdi. Bechora baxtsiz do'stim, meningdan ranjiydim. Men pushaymon qilaman. Nemishqami Roziyaning hissiyotlarini sizga bildirib qo'ydim. Bilamsiz, Roziyaning baxtsizligiga men sababchi bo'ldim. Sizdanmi ranjiyman. Nemishqa Hoshir degan tomballiqqa bu sirni aytsiz. U Roziyaga shundoq bir xat yozibdiki, xuddi esil ipak kiyimga qarmay chachirgandekla bir ish bo'pti. Uning xatidan mundaq ma'no chiqadi. Roziyaning Hoshirni yaxshi ko'rib qilishi bir chokinish. Sababi Roziya uning chiroyiga kuygan, qalbini tex bilmaydi. Bu xil muhabbat yupurmoq ustidagi bir tomchi shabnam. Kun parlab qilsa yo'q. Hissiyatni amaliyotga aylantirish uchun Roziyamu Hoshirdek jopaliq joyga kelish lozimmish. Bo'lmasa dodisidek yo'ldan azarmish. Ko'rdingizmi? Mau nasihatchining qo'polligini. Bu qo'pollik Roziyani aqlidan azurdi. Qiz qattiq og'ridi, chochlari tushdi. Oxir alamga chidamay, o'zi toza yomon ko'rdigan Behram molimga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. Umr bo'yi baxtsiz bo'lishga qaror qildi. Sizga bir xat yozgan, xatini Kashqurun eling, yotqin Lanjo mehmonxonasining 7-qavat 16-uyda. Alanur shu gaplarni aytdi-da, kayniga burildi. Qizning do'sti uchun to'kilgan yoshlari menga xuddi yuragimdan chiqayotgan azob zardobdek bilindi. U do'stining baxtsizligiga yosh to'kmoqda. Boyla shuncha maydonni zilzilaga solgan chabdas qiz muhabbat oldida ilojsiz bechoraga aylangan edi. U do'sti uchun yosh to'kdi. Menmi navdida do'stimning xatosi uchun, Roziyaning baxtsizligi uchun azoblandim. Odila mening tatirib ketgan judulliq chiroyimga qarab hayron bo'ldi. Sizni bekorla boshlab ketdimen, dedi u ulug' kichiktinib.
Desem demesem, yana shu muhabbat xapichiligi sizni armonga qo'ydiganlar borkanda, kerak yo'q. Ko'nglingizni butun tuting. Sizga u qizchilik biri tepilmasmidi? Men uning javob bermadim, chunki javobim qo'pol chiqishi aniq edi. Men yana bir qizni ranjitishni xohlamaydim. Men yatqimga kelgandan keyin o'zimni ozroq besib oldim. Helimi ichimda bir o't yonatdi, bir yoshirin kuch meni bo'g'atdi. Butun vujudimdan bir yoshirin g'azab hiyla portlaydigandek qiladi. Men yigit bo'lib yetilgandan beri mundaq jiddiylashmagan ham vasvasiga tushmagan edim. Raziya bilan obdan gaplashib, bu ishni tuzashning yo'lini qilg'i bo'ladi-ku, lekin endi kechikdik. Hoshirga ahvolni yozaymi? U endi qanday qaraydi-kin? Tezroq olim bo'ling. Xudoyimdan tilayman, dedi Elanur kashqurun mening bilan paranglashib o'tirib. Siz to'g'riliq Raziya menga nurg'un gaplarni qilib berdi. Siz bilim o'rganishga qattiq berilibsiz. U ko'zini yerdan olmay gap qiladi. U hozir voleybol maydonidagi dongli o'yinchi emas edi. Uning qizirib, tatirib gap qilishi, o'duqishlari, hatto bo'ynidagi kahrvalari yanala bulturqi soddiq ekanligini bildirib turadi. Әтегенге hayajonlari hozir besilgan, oddiy o'quvchilardek oq kopta, ko'k yubka kiygan, bir qo'liga bilezik, yana bir qo'liga kichkina soat taqagan, bir barmog'iga oltin uzuk, quloqiga oltin halqa solgan. Uning kunda qaraygan yuz va bilaklarida bulturqi nozuklik xilla azaygan edi. Tik sakrishingiz bek yaxshikan, bo'yingizmi o'sibdi, dedim uning kelishgan bastiga qarab. O'rnimdan 45 santimetr tik ko'taralaydiganman, dedi qiz qizirib turib. Bo'yim bu yil 1 metr 87 santimetr bo'pti. Endi o'smasam bo'ladi. Men Raziyadan kelgan qilin xatni ilib qiz bilan xo'shlashdim. Elanur meni birinchi qavatning cho'ng eshigigacha o'sib chiqdi. Biz marmar palampayda xo'shlashdik. Men Lanjo mehmonxonasidan chiqib, Xuanxe daryosi bo'yiga qarab mangdim. 20 minutlik piyoda mang'andan keyin daryo bo'yiga keldim. O'ng tarafda yanan orlig'iga o'tadigan uzun yog'och ko'rik, so'l tarafda xeyli yiroqda xuddi osmondan tushgan Hasan Husanbek egmi bo'lib 12 to'riklik osma to'miri ko'rik hayvatlik ko'rinib turadi. Daryo shovqinsiz, asta axmoqda. Uning qo'lchi dehqonlarining etken çiyiğe o'xshaydigan seriq suyi g'uva yo'riqda kulrang sog'ish tusga kirgan. Uning qariyib ko'ringan neriqi, qirg'iqi sansiz chiroqlar yongan, kunduzi ko'rimsiz ko'rinadigan majnuntallar g'uva yo'riqda baraqsaqlashgan. Suv chaqpilaki bir xil ovozda shalab-shalab qilib qirg'oqqa suv to'kib asta aylanmoqda. Xuddi bu daryo bo'yidagi hamma nima asta va huzurlik bilan harakat qilayotgandek. Yolg'iz mening yuragimda tez uradi. Nervlarim jiddiy ishlaydi. Men Raziyaning xatini o'qish uchun lampochka yo'riqi yaxshi tushib turadigan bir tashning ustiga o'tirdim. Konvertni ochdim. Avval sarg'ish qog'ozlarni oldim. Bu Hashirning tonish pochirkisi edi. Sarg'ish qog'ozga yozilgan xatning orqasiga munolar yozilgan. Biz mangulikka xo'shlashdik. Men qorong'u jangalga elib boradigan yo'lga qarab burildim. U dag'dam yo'l bilan ketaverdi. Kaynimga burilib dag'dam yo'lga havas bilan qarashim lozimmi? Yo'q. Kaynimga burilib qarash oldimdagi qorong'u jangalga qarab mengishdimmi? Qo'rqinchliq. Xayr mening baxtli do'stim. Endi men Raziyaning go'zal orzularini, nozik sirlarini, osmon qahriga quyundek ochib ketgan seri qog'ozlarni varaqladim. Hashirning yo'g'on xatlarini o'qiyotganimda uning doim turilib turgan qo'shim qoshlari, qarmoqqa so'g'uq, lekin noyati mehribon chiroyi ko'z oldimga keldi. Go'yo u menga tikilib o'tirib, muhurkisini sho'rab qo'yib, oldirmay so'zlamoqda edi. Salam Raziya, siz orqali Ömer apandiga, Malika hadamga, hurmatlik mo'mayga salam. Salomat turvatamsiz. Mana bu yil 7-oyda A'la ikkimizning sizlarning uyda mehmon bo'lib qaytganimizga 2 yil bo'lib qochdi. Biz bu yerda bekor bo'lsaqla ana maktabimizning yepini qilamiz. Biz tikkan ko'chatlar, to'shigan to'pa, yosigan yo'l, to'p o'ynaydigan maydon, kun chiqish tarafga dungi silingan 2 qavatli yotoq. O'ng tarafdagi daraxtlik ichiga silingan kichkina chiroyli doktorxona. Bitmay qolgan moncha,
Biz yangi maktabga kelganda yotoq qilib yotgan ot ombirining balxonasi. Oshxona u yerda bo'lgan ko'ngillik tansa, hatto may isklati tarafidan keldigan o'stan. Isklatning shimoliy taraf o'ymonligidagi ko'ngillik sozliq. Biz parangni qilmaydigan hech nima, hech bir muallim qolmaydi. Chaqchaqchi Nizamdekam, org'amoq boqadigan qozoq yigit, chuchmal va yirik bulka, alyumin daslarda yotiqimizga tiqib oldigan mayliq qo'rdoqlar to'g'risidami so'zlashib ketimiz. Demak, Raziya, ko'rib turibsiz, biz sizlarni ko'p eslaymiz. Siz bilan valiz o'ynag'anim yodimga kelsa hayronman. Bilmadim, qandoq kuch meni shuncha pirqirashga majbur qildikin. Raziya bu gaplarning ostiga qizil qarindosh bilan sizib qo'yibdi. Lekin Raziya, biz yurtimizni qancha sevgan bilanmi bu yerga kelganimizga pushaymon qilmaymiz. Men o'z ahvolimni sizga qisqacha yezib o'tay. Pushkinning so'zi bilan aytganda, vaqt qis bo'lgani uchun uzoqroq yezib o'tadigan bo'ldim. Men hozir maktab mudiri bo'ldim, lekin maktab xizmatini bir kunmi ishlaganim yo'q. Viloyatlik istil tuzitish xonasidagi ishim oxirlashish bilanla ma'rif sohasi bo'yicha po'lat davlash qo'mondonlik ishxonasiga yetkaldim. Tog' ichiga berib, ruda to'shiydigan, pesh quruydigan, gami qo'laydigan joylarni ko'rib keldim. 2 kundan keyin bir necha 100 kishilik qo'shin po'lat o'mir tavlashga mangamiz. Bu yil po'latni 18 million tonnaga yetkazish, 15 yilda Angliyatni o'tib ketish degan shior. Qandoq mardonlik bilan o'tirga qo'yilgan ha? Mushundaq ulug' ishning bir jangchisi bo'lganim uchun o'zimni baxtli his qilaman. Tik xiyollarga yomishib chiqib, mo'rilarimdan tirimlab qon oqcha ruda ko'targim keladi. Meningcha bo'lganda 15 yil bek uzun. Bütün junguliq kecha kunduz jaboliq kurash qilib, sakrab ilgirlaversa 5 yildimi Angliyani o'tib ketgili bo'ldi ekan. Men Angliyaning par mashinasi paydo bo'lgandan beri 200 necha yillik tarixini, uning hozirgi ahvolini nurg'un izlanib o'rganib baxtim. Ularning 200 necha yillik safirini 10 yilda besib bo'lg'ili bo'lishga ishandim. Balki mening bu hisoblashlarim ahmoqlik bo'lishi mumkin, lekin men buningga qattiq ishandim. O'ngchilarga ajallik zarba berish kurishining g'albisi bilan ruhlangan Jungo xalqi tangdoshsiz kuch, partiyamizning sakrab ilgirlash yo'li bilan dunyodagi ilg'or davlatlardan o'tib ketish to'g'risida qo'llangan tadbirlari haqiqatan meni xushal qildi. Men barlig'imni mushu ishga sarf qila olsam, o'zimni dunyoda eng baxtli odam hisoblaydim. Inson dunyoga nimaga keldi? U shundoq yashashi lozimki, u o'lar vaqtidami barlig'im dunyodagi eng go'zal ishqa, ya'ni insoniyatning ozodlik ishiga beg'ishlandi deb aytoladigan bo'lsin. Ni Ostrovskiy. Men bu yerga shon-sharaf izlab kelgan. Biz yoshlar ittifoqi a'zolari eng qiyin joylarga berib, o'qituvchilik bilan shug'ullanib, xalq uchun to'hfa yaratish, buning bilan shon-sharafning yuqori pallasiga o'rlash deganni nishon va maqsad qilib olgan edik. Men endi bu orzuyimizning shaxsiyatchilik ekanligini his qilyapman. Chunki men o'zimni olsam, shon-sharafning yuqori pallasiga chiqqandan keyin yaxshiroq xizmatga ko'tarilish, yaxshiroq inovat tepib, xalqning ko'ziga ko'rinish degandek narsalarni xeyli o'ylagan. Jaboliq joylarda sharsiz yashash, rohat, o'rin, obro'y degandek narsalar bilan zodila hisoblashmaslik deganlarni men endi o'ylayapman. Partiyaga yurak topshirganda mana shu shaxsiyatchiliklarimni topshirdim. Jungoda kommunizmning amalga oshishi tez bo'lganligiga ishoning. Kommunizm bizning mulkchilik ko'z qarashi va an'anaviy ko'z qarashdan uzul kesil chegara ajratishni talab qildi. Manifestga qarang, biz mana shu uzul kesil o'lchamiga loyiqlashishimiz lozim ekan. O'zimizni hargizmi boshqalarni o'zgartuvchiga hisoblamay, o'zgarguvchi, uzul kesil chegara ajratuvchi hisoblashimiz lozim ekan. Siz bilan biz yoshlar ittifoqining qo'yinida birga tarbiyalandik. Men sizga inqilobiy sabdosh sifati bilan mushu gaplarni yozyapman. Mening hozirgi ruhiy holatim mana shunday. Qisqasi, men qanday qilib o'zimni zodla shaxsiy foydani ko'zlamaydigan odam qilib chiqalayman deganni o'ylayman. 2 kundan keyin po'lat tovlashga mangamiz. Men tog'larni qulatganda ro'da ostida qilib
Jang Sididek qurban bo'lish yoki po'lat iqinda meyib bo'lish yoki bo'lmasa bizning putuqlarimizni ko'rolmaydigan aksil inqilobchilar bilan elishib qurban bo'lish qatorliq shirin xiyollarni qilaman texi. Bu yerga Raziya qeyrindosh bilan hammala o'qituvchi sizdek bo'lsa, bolalarni kim o'qitadi deb yezib qo'yibdim. Xiyollardan amaliyotga o'tish bir cho'ng sinoqkan. Kitoblardagi chiroyli so'zlarni yodlab olgan bilan istiqbol qo'lga kelmaydi ekan. Qattiq zag'ra, sovuq suv, kir kiyim, dog' yer, eg'ir emgak, kam uyqu, herish charchash, ko'yish qaradash, chang to'zonga melinish, amaliyot, yana turmush, mushu turmush ichidami rohatlanishni bilish, insoniy xislat. Men kelgidi bir yildan oshdi. Oralda 2 qitim kino ko'rdim. Tansi degan xiyolimga kirib qo'ymaydi. Maktab tarqitib bergan ko'k shim tujurka hozirgi mehmonlik kiyimim. Keyin setilishga vaqt yo'q. Maoshimni har 2 oyda bir qitim olaman. Bir oylik tamoqimga 10 so'm, tamakaga 5 so'm bo'lib, har oyda 15 so'm ketadi. Bir qism pulimga zoyim oldim. Qolgan pulimni bankaga qo'yibotman. Bir tiyin pulim bo'lsa-mu, vatanimiz uchun ishlasin deyman. Endi o'ylab ko'ring, mening shaxsiy turmushim ustida boshqa turishga nada vaqtim va ixtiyorim bo'lsin. Men ko'rchaginni yaxshi ko'raman. Nima qilish kerak? Teki Rahmatovni texim yaxshi ko'raman. Endi ikkimiz o'tirsidagi do'stlik kelay. Men sizning sop, axloqli g'oyaga qizg'in qiz ekanligingizni gumon qilmayman. Shuning uchun xuddi a'loga yurak bag'rimni ko'rsatgandek sizga ko'rishni xohlayman. Mening turmushga qattiq talab qo'ygim keladi. Turmush jangovar hayotning bir qaynami bo'lsinki, u hargizmi hech kim qiya ko'zini solmaydigan shivoq bosgan bir cho'l bo'lib qolmasin. Buning uchun turmush istiki bilan birlashguchi 2 yosh qalbdosh bo'lishi lozim. Qalbdosh degan nima? Bir-birining qalbini so'yish, hargizmi chiroy, xuluq, bilim, pul qatorliqlar emas. 2 qilib bir ritmga urib turish, hatto zarur bo'lganda biri to'xtaganda yana biri to'xtab qelish degan so'z. Raziya bu yerga qeyrindosh bilan chiroy, xuluq, bilim, pul qatorliqlarning inson qalbi bilan munosabati yo'qmikan deb yezib qo'yibdim. Mushu ma'nodan qaraganimda siz bilan mening o'tirimda do'stlikdan halqib ketadigan nozik hissiyotning bo'lishini iqror qilgim kelmaydi. Raziya qeyrindosh bilan yo'g'on savol va undash qo'yibdi. Navada siz men turayotgan chang to'zon orasiga kelsangiz edi, o'rtaq orzu va intilish bizning qalbimizni yaqinlashtirgan bo'ladi. Lekin men bilaman, siz dadingizdek kitob ahli bo'lishni, bizning Don Kixot a'lodek bilim sahrasida chepishni yaxshi ko'rsiz. Amaliyot bilan kitob aqldagi aqidalari o'tirsida bir ko'rinmas sepil bo'lganiga o'xshash bizning hayotga qarashimizdami bizni mangu ayirib turadigan bir xil yo'shirin sepil bor. Biz buni iqror qilishimiz lozim. Men sizdan shuni umid qilaman. Hayotga bo'lgan nazaringizni kengayting. Tor qafasdan qochib chiqing. Ili to'rg'iyidek poyonsiz ko'k o'rlang. Biz do'stligimizni davomlashtiraylik. Navada hayotning ashu cheksiz osmonda kelgusida bizni birlashtirsa, qadrdan hayotga bizni haqiqiy odam qilib chiqqan chang to'zonga, g'o'rgullikka, puchulnishga rahmat aytaylik. Sizga kutganingizdek baxt tilayman. Sizni do'stingizga men to'g'riliq yozgan xatingizdan menga ma'lumot bergan a'loga rahmat. Xat menga sizning sop, qizg'in va ishonchli ekanligingizni ma'lum qildi. Bu fazilatingiz bizning kelgusimiz uchun haqiqiy go'zallik bilan to'lgan turmush beg'iga birga kirishimiz uchun poyandoz bo'la oladi. Xatning oxirini nemishqidir biri yirtib tashlabdi. Xatni o'qib bo'lib yuzimni tutib uzoq o'ltirdim. Hoshir bu xitida kishini o'yga solgan xiyonatlik gaplarni qilgan. Shuning bilan amaliyotdan yoshlardagi amaliy intilishning chegarasidan chiqib ketgan xiyoliy narsalarni aytgan. Nimla bo'lmasin, men Hoshirdan norozi bo'ldim. Chunki u shu topda oltin piyolda sharbat ekelgan oq ko'ngil sohibxonni qo'pol muomala bilan ranjitgan ahmoq mehmonga o'xshaydi. Odamning qalbi aynak o'xshaydi. U birla sunsa qadoq tutmaydi. Lev Tolstoyning Qayta tirilish degan romandan avtor.
degan so'zni esladim va esil aynakning sunishiga sababkor bo'lganim uchun o'zimga qattiq g'azablandim. Ikkinchi xatni ochdim. Bu xat qisqa va ochiq bilan yozilgan edi. Salom a'la. G'amxo'rligingizga rahmat. Mening hayotim to'xtam suv bilan to'lgan ko'lga o'xshasimi, lekin bu ko'l ustida gulpari, nilufar gullari ichilib turadi. Siz bu ko'l suyini yaxshi niyat bilan bir o'stanga qiynab boshlagan edingiz. Endi mening hayotim to'xtam suv emas, iqin suv. U oqidi, lekin u suzuk, sho'x tog' suv emas. U buruqturma bo'lib oqadigan qora suv. U go'zal etizlar, gullar bilan to'lgan bog'larga qarab oqmaydi. Balki noma'lum yoqqa, men xohlamagan, balki nafratlanadigan tarafga qarab oqidi. Demak, siz men uchun umrlik xoflik tepib berdingiz. Xayr, sizlarning baxtinglar uchun qurbon bo'lgan do'stinglarning ko'z yoshi nimaga arziydi? Meni unuting. Hech bo'lmasa xat yozmang. Sizdan tilaydiganim mushu. Salom bilan Roziya. 1958 yili 7-oy. Maqsadsizlar daryoni yoqlab g'arbiy shimolga qarab mangdim. Atrof jimjit, daryo osta oqmoqda. Qirg'oqqa chachirgan oq bujg'unlar g'o'rliq bilan laylab, g'ilpal ko'rinib g'oyib bo'lmoqda. Majnun tollar sho'rsidagi toshlarda jup-jup yoshlar daryo suyiga qarshi jim o'ltirishdi. Meningda ixtiyorsiz savol tug'ildi. Bunu yoshlarni o'rtaq g'oya, qalbdoshlik birlashtirganmidi yoki ular bir-birining birla tarafini yoqtirib qilishqanligi uchun qadrdan bo'lib qilishqanmidi? Men mu hashirga o'xshash Güzelayni atayin o'zimdan neri itardim-ku. Balkim Güzelaymi Roziyaga o'xshashla meningdan umid uzib, ko'ngli tortmagan biri bilan turmush qurishga rozi bo'lgandi. Roziyaning xati menga mundaq bir turmush fojiasini oshkorladi. Qo'polligimiz va xiyolparastligimiz bilan ikkimiz ikki go'zal qizdan ayrildik. Ayrıldıqlar emas, ularni turmushda baxtsizlik uchratdik. Tunji muhabbat zarbisi qizlarni o'zlari xolmagan birlarining quchiqiga etverdi. Men yatqimga mas va mag'dursiz holda qaytib keldim. Qo'sqim och, lekin g'izoga dilim tatmaydi. Haraq shikimni keldi. Mas bo'lib yerda yotqim, ko'ksimni nam yerga chaplab, medirlamay yotqimni keldi. Men karvatimda dum yetib, uxlab qoptiman. Tush ko'rdim. Tushimda Roziya daryoda iqiyotqudek. Hashir uningga qartib tosh etiyotqudek. Men qirg'oqni bo'ylab qizga qartib, orqan tashlab yugurib ketiyotqudekman. Bir chaqda Güzelay tosh ustida suv uzish kiyimi bilan paydo bo'ldi-da, qo'ying, bering, iqiversin. Nilufarlik ko'lda turg'unidan sesiq ko'lchak iqib tushgani yaxshi. Ha deb kulgudek. Men uningga burilib g'azab bilan vaqirabdiman. Rahimsiz vahshiy qiz. Men uyg'onib ketdim. Chiliqlab terlab ketibdiman. Yurakim shuncha tez salmoqda, lavlarim qurib, put-qo'limda jon qolmabdi. Demak, men og'rib qoptiman deb o'yladim. Choydandan choy quyib etib qarsam, soat 2 dan o'tibdi. Daryoning shovqini, Güzelayning ovozi, mening oliqsada bo'lib vaqirishim xuddi o'ngimda bo'lgandekla mengamdan o'rin oldi. Men texchilar tushimdan qalayim-qalashgan fikrlarimni yig'ololmay qiynalib Ochiq choydan keyin o'zimga keldim-da, xotira daftarimga qaradim. Bugungi kunning qanday o'tdi degan savolga ko'zim tushdi. Qo'limga qalam olib, bugun ma'nisiz xiyollarning chirmib-ilishidan va irodasizligimdan tushdan keyin qo'lim ishqa bormidi. Navoda har bir zarbadan o'zimni mushundaq yo'qotaveradigan bo'lsam, butun hayotim ma'nisiz o'tishi mumkin deb javob berdim. Yerga yo'riq tushganda mening uyqum keldi. Mening kunlarim ko'ngilsiz tuyulishga boshladi. Uyg'onishim qizg'in emas edi. Tamog'im kundan kunga ozishga boshladi. Zehnim xiralashdi. O'zim miskin va ko'nglim yerim edi. Men yoshlik hayotimda mushkulchiliklarni ko'p tortgan, lekin hozirgidek azoblanmagan. Men boshqalarning zarbasiga uchirgan, lekin bu qitimqidek o'zimni oldirib qo'ymagan edim. Men yigitlarning qizlar uchun o'lganligi, sarong bo'lganligi va savdoyi bo'lib qahratdan tomuzlarda necha kunlik yo'llarni bosganliklarini anglagan. Biroq ularni irodasiz va hamoqat yigitlar hisoblagan edim. Mana endi o'z beshimga kelgandila ularni bekor ayblaganimni bildim. Men tushkicha berilib o'rgandim. Tushdan keyin Jungo Fanlar Akademiyasidan kelgan olim qizil ravaqdagi tushish to'g'risida ilmiy doklad berdi. Berib anglashim lozim. Әді Ләнчу университеті Лүшін тоғырса ilmiy muhakim bo'ldi.
Ondan keyin yana falsafa, tarix, adabiyot ilmlari ustida maxsus temalarda dokladlar bo'ldi. Men bu dokladlardan to'liq manfaat ola olmayman. Men kunlarimni texmo ma'nlik o'tkazishim lozim. Mening turmushim ilm-fan bo'lishi lozim. Hozir bo'lsa, men xuddi muhabbat uchun yaralgandek, boshqa ishlar mening uchun majburiyatdek, faqat vaqt o'tkazish uchun kitob o'qimoqdaman. Bu irodasizlik bo'lmay nima? Tamakini tashlashga qancha qitim urindim, nemishqa tashlay olmadim. Lenin onasining tamaka ziyonliq degan birli eg'iz so'zi bilan tamakini tashlab o'tibdi ekan-ku. Bu uning yoshligidanla irodalik ekanligini ko'rsatdi. Men naqadar irodasiz, men muhabbat oldidimi irodasizlik qilyapman-ku. Nemishqa ha desila xiyolimga go'zaloy aralashib oldi. Hozir mening vujudimni egillagan kuch bilim tashnaligi emas, muhabbat intizorligi bo'lib qoldi. Bu hol mening ulug' iroda egalari oldida arzimasla bir odam ekanligimni ko'rsatib turibdi-ku. Men uslimga kelib xotira daftarimga buni so'zlarni yozdim. Hoshirning tanqidi to'g'ri. Meningdan yaramliq odam chiqmaydi. Yaramsiz bo'lib yashaganingdan qurtdek oson o'lguning tuzuk. O'limdan qo'rqsang o'zingni tut. Halovat, baxt to'g'risida o'ylama. Bilim sening hayoting, jafoliq emgakdan keladigan shon-sharaf baxting bo'lsin. Agar sen buni qila olmasang, Xuanxo daryosiga o'zingni at. Yaramsizliging uchun o'zingni o'zing jazola. Bosh cho'kirib o'qiyapman, yezyapman. Menimdan qizni haydab chiqarish uchun harakat qilyapman. Lekin irodam yurak talpinishimni yengishga ojiz. Kunlarim tas va asta o'tyapti. Yatqimga majurin kirib keldi. Yurgin, hadangning lag'minini sig'ingansan, dedi u menga sinchilab qarab qo'yib. Uning mehribon oq chashliq onasi Bolajon qozon beshiga noiti aplik ayoli menga birda uyg'urcha, birda xuyzucha so'zlab noiti qizg'in muomala qiladi. Mana kulib turadigan oq yuzlik uzun chash adam Oysha menga so'zlamoqda. Osh so'zamduya? Yo'q. Sen bugun o'ltiring, opam so'zsin. Sen shu mo'mayning qo'l ta'mini bir ko'rib baqa. Men o'zim sana yordib so'zib berdi shu, dedi. Mo'may mening qo'llarimni tutib, sening opang yo'q, mo'mang yo'q. G'ulji shahrida bir kichik opang bor. Lag'manga usta ha? Men doim yaxshi tamoq assamla seni o'ylaydi. Mo'may mehribon ko'zlar bilan menga qarab shularni degan edi. Mening miskin ko'nglim buzilishga boshladi. Ana, bugun men kichik opamning lag'mindimmi yaxshi lag'man yeydigan bo'ldim, dedim ishkirki uyga kirib ketib etib Mo'mayga. Sizning heliqi chaqdagi lag'miningiz og'zimda qolgan edi. Majurin kutilmaganla yerdan ustalga bir budulka aroq qo'ydi va bugun ozroqdan iste'mol qilamiz. Oysha, qani boyqini akelgina, dedi. Oysha hada yaxshi pishirilgan to'g'ri go'shi va taxsida qozon kavib elib keldi. Mana zakuskumu yaxshi, dedi Majurin. Shart shu, bugun to'yga chiqamiz, ammo buningdan haraqxo'rlik qilmaymiz. Men Majurinning haraq ichadiganligini birinchi qatim ko'rib turganim uchun xushal bo'ldim. Ma'qul, bu mening lanjuga kelgandan keyingi ikkinchi qatim mas bo'lganim bo'lsin, dedim. Biz parang bilan bir budulka haraq ichib etibdik. Majurin qizargan edi. U chekilar oqargan chochlarini silab turib, "Sen hozir qizga oshiq bo'lib qolding, ha?" deb tuyuqsizla so'rab qoldi. Demak, u mening yaqindan beri ruhiy kayfiyatimni bayqagan va sirdishish uchun meni bugun haraq chaqirgan edi. U mening ko'ngil sirlarimni bilishni xohlagan ekan, uningga yolg'on aytib bo'lmaydi. Shundoq Majurin, men hozir Majnun deb rostini aytdim. Yerga qarab, bütün asiyodimni qiz egilib oldi. Bütün asiyodimni demsina? Ishqilib xotirjamlik oz. Hey, yoshlarning mushundaqligi. Men seni munchivala bo'lib ketmas deb o'yladim. O'shgan o'tni yana kim ko'chiladi? Raqibmi? Ashu bola xiris qilmagan bo'lsa, unutibmi qolatding, ha? Uning ovozidan ta'na, ayb emas, g'amxo'rlik chiqib turadi. Men hammaga iqror bo'ldim. Rost, raqib qizga kayni-kayning xat yozib, pul avatib menga azob silyotdi. Men taladan dili azar yeb, onasiga hol aytgan go'dakdek Majuringa dod aytdim. U 300 yuan avatibdi. Pul bilan qizni oynatmoqchi. Chiroying nemancha o'sal,
xuddi jinoyat o'tkazgan odamdek kayping yomon. Bu holat yana bir oy davomlashsa, rostilla Majnun bo'lasan. Majnundan biz kutgan ilm fan xodimi qandoq chiqsin? Biz seni alayda o'qimi bor bola bo'lganliging uchun cho'ng umid bilan tarbiyalayapmiz. Ügündigan biliming texi tog'dek dövlünüp turibdi. Sening xiyolingni bilim emas, qiz egilib olgan. Menmi azoblanyapman. Ukam, shu sening to'g'ringda meningdan pat so'rab turyapti. Biz sening turmushing to'g'risida bosh qotiryapmiz. Men xijil bo'lib yerga qaradim. Parkumning mening tezroq o'sib yetilishim uchun qanchalik g'amxo'rlik qilayotganligini teg'imi tushunib, o'zimning irodasizlik qilayotganimdan ralla bo'ldim. Majurun, men partiyaning kutgan yeridan chiqolmaydigan o'xshayman. Irodasizligim meni yerim yo'ldan nobud qildigan o'xshaydi. Xo'sh, sen nima demoqchi? Mening o'rnimga layoqatliroq biri tepilarmikin? Men Janubiy Shinjang yezlariga berishni orzu qilaman. Majurun kulimsirdi va yana rumkaga qarab qo'ydi. U rumkasini qo'liga ilib, o'rnidan sal-pal ko'tarildi-da, sening bir qizni yaxshi ko'rib qilishing, yaxshi ko'rib qilib, kechalari uxlamay xiyol qilishing irodasizligingdan bo'lgan ish deyilsa, to'g'ri bo'lmaydi. Albatta, irodalik bo'lganingda balki shaxsiy hissiyotga berilmaganmi bo'lar eding. Lekin inson 20 necha yosh vaqtida umuman muhabbat sarguzashtisiga boy bo'ladi. Bizning atoqli odamlarimizmi qizlarni yaxshi ko'rgan, muhabbatlashgan. Gap buningda emas. Gap buni qanday hal qilishda? Mening seni chaqirishimdagi maqsadim sening bu masalani yaxshi hal qilishingga yordam qilish. Shu-shujining fikri qizni chaqirtib akilib, mushu oldimizga chaqganda to'yingni qilish. Bunda qilganda sen turmushdagi chechilang'uliq va ruhiy tushkunlikdan ozod bo'la olaysan. Qanday? Majurun mening Janubiy Shinjongga ketsam degan savolimga javobni bermadi. U savolni anglamagandek boshqa ishlar to'g'risida so'zlamoqda edi. Men qattiq xijolat bo'ldimda rumkani ko'tarib etib, "Rahmat, g'amxo'rligingizga rahmat. Lekin to'y qilishga teg'at degan. Men Beyjingga o'qishga tezroq berishni xohlayman. Qizning yeniga borsamla hamma ish tuzilib ketadi", dedim kulimsirab. "Mana Don Kixot", dedi Majurun chaqchaq qilib. "Endi Gulisnayni izlab mangdi ekansan-da, men sana sanchu pansa bo'la olsam edi, ha. Biz kulishdik. Majurun yana haraq qo'ydi. Markaziy Millatlar institutidan seni qabul qilish to'g'risida uqtirish kelmayotdi. Biz telefon bilan so'zlashib ko'raylik. Ko'ngilli kechishdik. Men xeyla mas bo'lib qoldim. Majurunga Hoshir bilan Roziya to'g'risida so'zlab berdim. Majurun hikoyamni berilib angladi. Mundaq degan, dedi u oxirimga haraq qo'yib etib. Demak, senmi hozir ashu Hoshirning xatoligini takrorlayotsan-da? Shundaq bo'lyotdi. Muhabbat, oila inson hayotida sal qarg'il bo'lmaydigan muhim narsa. Lekin ko'nglinga bir ulug' g'oya pukuningda u voz kechkil bo'lgan narsa. Petofinning she'ri nimada? Muhabbat insonga jondimi aziz, lekin erkinlik uchun har ikkilisining kechiman degan-ku, deyman. Erkinlik uning yuksak g'oyasi edi. Seningchi hammani qurbon qilolgudek g'oyang yo'qmi? Meningcha bor. Mushu suhbat bo'lib 4 kundan keyin men butun tayyorligimni bitirib, poyezd bilan Beyjingga yurib ketdim.